hech kim ko'rmayapti deb bir ishni qilib qo'yishlikni o'rgatmaydida. Islom o'rgatadiki, Alloh ko'rib turibdi deb taqvo qilishlikka. Kim haqqi bo'lsin, ehtiyot bo'lish kerak. Bir davlatga bordim, Yevropa davlatlarida. Qarang, bir narsani ko'rdimda, o'sha kemaga chiqishlikda shundoq o'zi bilet olib chiqib ketaverar ekan. Lekin hech kim kelib seni bileting bormi deb tekshirmas ekan. O'sha biletni olguncha navbat hammada. Biz ham oldik, chiqdik, o'tirdik. Men keyin bu biletni oldik, hech kim ko'rmadi-yu, tekshirmadi-yu desa, "Yo'q, tekshirmaydi" dedi. Meni ajablantirgan va meni xijolat qilgan narsa boshqa azizlar. Xuddi shu yerda o'sha yurtda yuradigan vatandoshimizdan bittasi menga aytdiki, bizni vatandoshlar bilan uchrashuvimiz bor edi. Shu vatandoshlar bilan uchrashuv qilganda shu narsani bir aytib qo'ying, bizkilar shu biletni olmay chiqadi. Bir kun ko'rinib qolsa yomon xijolat bo'lamiz dedi. Tekshirmaganlik uchun chiqadi dedi, bizniki shunaqa. Men eshitib keyin o'shini gapirdim, birodarlar, sizlarning qilayotgan harakatinglar ummatga, millatga, yurtga baho bo'ladi. Bunaqa qilmanglar. Maqola o'qib qoldim. Boshqa bir odamni musulmon bo'lishiga sababchi bo'ldi deb. Aytadilarki, g'arb davlatlarida ketayotganimda deydi, transportda orada bilet sotadigan odam pul berib yubordi ortiqcha deydi. Haligini olib hayron bo'lib turdim, uni bilmadi deydi. Keyin men uni o'ziga qaytarib berdim. O'shingacha meni shayton vasvasa qildi, lekin siz xato qildingiz deb qaytarib beruvdim. Haligi odam ajablandi deydi. Buni hech kim ko'rmadi, lekin shuni qaytarib berding deb haligindan ta'sirlanib, keyin o'sha odam meni musulmon ekanligimni, islom mana shunga o'rgatishligini eshitib, o'sha odam keyinchalik musulmon bo'ldi degan ma'noda katta hikoya yozgan, shuni berdilar. Islom shuni o'rgatadi-da azizlar.